shu makiyajimni qaytaramiz va men odamlarda tushunmaydigan, lekin muhokama qilmaydigan narsalar haqida gaplashamiz. Pog'nali. Va birinchi o'rinda o'rtog'ini rashk qiladigan qizlar. Men uchun bu abyuzni bir turga kiradi, chunki ular bizning mol-mulkimiz emas. Kim bilan o'rtoq bo'lgisi kelsa, bo'lishga haqqi bor. Va men u bilan gaplashmayapman, sen ham gaplashma degan gap menga 8-sinfli qizlarni eslatadi. Chunki yaqinlarimiz hayoti biz bilan yaxshiroq bo'lishi kerak, tupikka kirishlari kerak emas. Hayvonlarni yomon ko'radigan odamlar. Qo'rqsa tushunishim mumkin, chunki fobiya degan narsa bor, lekin yomon ko'rishni umuman tushuna olmayman. Va hayvonga zarar beradigan odam albatta insonga ham zarar beradi. Chunki tarixda hamma despot, жестокий правительlar qachondir hayvonlarga zarar bergan. 3-o'rinda bu narsa uchun meni tepib tashlashlari mumkin, lekin aytaman, uzr. Больницada kapelnitsa olib yotgan paytda uni storiesga qo'yadigan qizlar. Bitta odamni deb qilingan ish bo'lsa, biz natijaga erishamiz bu orqali qanaqadir deb o'ylamayman, chunki sog'ligingda qadringga yetmagan odam kasalligingda umuman mensimaydi. Va tushunmaydigan odamlarimiz to'pida kim nima gap gapirsa, kim nima desa, u bu odamga kuykadi deb o'ylaydigan odamlar. U menga kuykani uchun shunaqa dedi. U menga kuykani uchun shunaqa deb o'yladi yoki qaradi. Bunaqa paytlar bitta gap gapirgim keladi. Самооценка бесплатная, но ты тоже. Va o'zini qilmaydigan yoki qilishni bilmaydigan narsalarni qilaman deydiganlar. Sizlar nimalarni tushunmaysizlar, o'zingizlarning variantlarini yozib qoldiringlar va qanaqa rubrikalar ko'rishni xohlaysizlar, uni ham yozinglar. Ko'rganinglar uchun rahmat.